Keyingi mavzuyimiz yozinglar. Obyekt nusxalari. Obyekt diagrammalar umumiy tuzilish to'g'risidagi tasavvurlarni hosil qilish uchun ishlatilishini biz ko'rdik. Yuqoridagi rasmda diagramma ham fakultetlarning umumiy tuzilishi xususidagi tasavvurni hosil qilishga yordam beradi. Buni ham ko'rdik va bu diagrammani ixtiyoriy fakultetlarni tuzilishiga qo'llashimiz mumkin ekan. Demak, tahlil natijasida shuni ko'rishimiz mumkin. Endi yozinglar. Obyektning nusxasi deganda yozamiz tarafini. Obyektning nusxasi deganda shu obyektdagi turli atributlarning qiymatlarini tushunamiz. Masalan, Masalan, undagi rasmda fakultet obyektining nusxasi tasvirlangan. Ya'ni aniq bir fakultetning atributlarining qiymatlari keltirilgan. Mana misol. Demak, mexanika, matematika fakulteti misolida ana shu aniq nusxanda keltirilgan misolni ko'chirib olishinglar mumkin. Ko'chirib olinglar. Demak, mana bu yerda kartinalar, bu yerda domlalar, bu yerda nimalar? Talabalar. O'ng tomonda hammasi ko'rsatilgan. Mana haligi telefon nomerlari misol uchun qavatlar, bino, bo'lim va hokazo. Tushunarlimi? Tushundinglarmi? Shunday. Nima xuddi shunday? Xuddi shunday tushundinglarmi yo'q, xuddi shunday tushunmadinglarmi? Xuddi shunday tushundik. Bu boshqacha javob. Shunday bo'ldi javob. Tak. Bo'ldimi? Semantik obyekt yozinglar. Semantik obyekt modellarda obyektlar orasida bir tomonlama aloqalar yo'q. Semantik obyekt modellarda obyektlar orasida bir tomonlama aloqalar yo'q. Agarda bir obyekt o'zida boshqa obyektni saqlasa, ana shu boshqa obyekt o'z navbatida birinchi obyektni saqlaydi. Masalan, fakultet obyekti kafedra obyektini saqlasa, kafedra obyekti
fakultet obyektini saqlaydi. Misol tariqasida yozib qo'yilishi. Bunday obyekt atributlar ayrim holatlarda juft atributlar, ya'ni inglizchasiga gapiradigan bo'lsak paired attributes deb ataladi. Chunki ular doimiy ravishda juft holatda uchraydi. Obyekt bir obyekt bilan aloqada bo'lsa, u holda bir obyekt A obyektga bog'lanishi to'g'risidagi ma'lumotlarni biz nimadan ko'rgan edik? Mohiyat aloqa diagrammasida ko'rib o'tgan edik. To'g'rimi? Ana bu yerda esa obyektlar orasidagi aloqalar bir tomonlama, bu yerda bir tomonlama bo'lishi mumkin edi. Bu yerda bir tomonlama bo'lishi mumkin emas. Ana shu bilan farq bor. Tushundinglarmi? Keyingi mavzuchamiz yozilgan. Obyektning identifikatorlari. Obyekt identifikatori deganda bitta yoki bir nechta obyekt atributiga ega bo'lib ularning yordamida obyektlarning nusxalari identifikatsiya qilinadi. Ya'ni nima qilinadi? Aniqlanadi. Bunday identifikatorlar semantik obyektni identifikatsiyalashga nomzod atributlar sifatida ko'riladi. Misol, fakultet obyektini identifikatsiyalash uchun nomzod atribut sifatida fakultet nomi yoki nima bo'lishi mumkin? Fakultet raqami bo'lishi mumkin. Yuqorida keltirilgan rasmdagi obyekt diagrammadagi boshqa birorta atribut, masalan ichki manzil, dekanat, telefon, faks va hokazolar. Bular nomzod atributlar bo'la olmaydi. Nima uchun? Nomzod atribut sifatida olib bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki bularni fakultet obyekt sinfi nusxalarining nomi sifatida e'tirof etib bo'lmaydi. Nomi sifatida biz olib ishlatib imkoniyatiga ega emasmiz. Tushunarlimi? Shuning uchun faqatgina nima bo'lishi mumkin ekan? Fakultet nomi. Endi yana bitta tushuncha kiritamiz. Guruh identifikatori degan tushunchani. Guruh identifikatori deganda
guruh identifikator deganda bittadan ortiq atributdan iborat bo'lgan identifikator tushuniladi. Misol kun, oy, yil. Nima deb atashimiz mumkin buni? Guruh sana deb atashimiz. To'g'ri. Yoki yana ikkinchi misol. Demak, indeks, shahar, mavze, ko'cha, uy. Manzil deb atashimiz mumkin yoki shunga o'xshagan bir nom qo'yishimiz mumkin. Mana bular guruh identifikatorlarga nima bo'lar ekan? Misol bo'lishi mumkin. Keyingi mavzuchamiz atribut domenlari. Atribut domenlari yozinglar. Atribut domeni deganda qiymatlarni olishi mumkin bo'lgan to'plam tushuniladi. Ya'ni o'sha atributlarni qiymatlarni olishi mumkin bo'lgan to'plam nomi domen. Tushunarlimi? Ana shu narsa tushuniladi. Endi oddiy atributning domeni fizik va semantik tavsifdan iborat bo'ladi. Fizik tavsif berilganlarni turini masalan son ekanligini yoki satr ekanligini yoki sana ekanligini bildirsa, semantik tavsif funksiyani yoki shu atributning tayinlanishini ko'rsatadi. Ana shu atribut boshqa atributlardan fizik tavsifi bilan farqlanadi. Yana bir misol bunga fakultet nomi oliy o'quv yurtlaridagi fakultetlarning nomini ko'rsatuvchi atribut domeni 20 ta belgidan oshmasligi kerak. Tushunarlimi? Mana 20 ta belgidan oshmasligi kerak degan iborasi bu fizik tavsifdir. Tushunarlimi? Endi oliy o'quv yurti fakultetlar nomini ko'rsatuvchi iborasi esa domenning semantik tavsifini bildiryapti. Tushundinglarmi farqini? Domenning semantik tavsifi xuddi shunday uzunlikdagi atributning boshqa tavsiflaridan farqlanadi. Masalan, kafedra nomi, fan nomi, semestr nomeri va hokazolardan savollar bormi? Tak. Guruh atributlarining domeni ham fizik va semantik tavsifga ega bo'ladi. Ana bitta tushuncha berib qo'yganmiz slaydda, shu tushunchalarni ham yozib olinglar. Savollar bormi? O'qidinglarmi slaydda?
Bormi savol? Savol bo'lmasa, demak keyingisi o'tamiz. Obyekt atributining domeni. Demak, obyekt atributining domeni shu obyekt nusxalarini shu turdagi majmuasidan iborat bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni nima ekan? Turdagi elementlarning nusxalaridan iborat bo'ladi. Turi xuddi o'shani o'zi. Masalan, mana yuqoridagi rasmdagi ustoz obyekt atributining domeni belgilar bazasidagi ustoz obyekt sinfi hamma nusxalarning to'plamidan nima ekan? Iborat bo'ladi. Demak, farqi nimada ekan? Nusxasida qiymat, aniq qiymat turibdi, domenda esa qiymati yo'q, faqatgina mantiqiy tushuncha strukturasi turibdi. Tak. Avvaldan aytib o'tilgan ma'lum domen atributi bu dinamik tarzdagi raqamlarning ro'yxati bo'lib, shu turdagi hamma obyekt nusxalarini saqlaydi. Tushunarlimi? Nusxalarini saqlaydi. Demak, nima uchun nusxalarini saqlaydi? Tushuntirib beradi menga. Nima uchun nusxalarini saqlaydi? Nima uchun biz doimiy ravishda belgilar bazasini tushunchasini gapirganimizda bu dinamik obyekt sifatida qarayapmiz. Nima uchun? Kim oldin tushuntirib beradi menga. O'zgarib turadi. Doimiy ravishda nima qiladi? O'zgaradi. Vaqt davomida doimiy ravishda bazadagi qiymatlar hammasi o'zgaradi. Shuning uchun ham biz doimiy ravishda belgilar bazasini obyektlarini dinamik obyekt sifatida qaraymiz. Savollar bormi?